Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari yoki shunchaki adashib kirib qolgan odamlar. Bugun sizlar bilan Telegramda Echo bot, ya'ni siz nima deb yozsangiz, o'sha narsani o'zingizga qaytaradigan botni yasashni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Birinchi o'rinda Telegramga kirib bot yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun bizga bot fazer kerak. Bot fazerni bu yerdan bot fazer deb yozib qidirib topishinglar mumkin. Kirganimizdan so'ng unga start bosamiz. Yo'q, start bosgandan so'ng bizga mana bu narsani chiqarib beradi. Shu yerdan new botni tanlaysiz va botingizga nom tanlaysiz. Masalan, Echo bot deb nomlaymiz botni. Yozganimizdan so'ng yuborsak, botimizning nomi Echo bot bo'ladi. Mana bu botga ahamiyat bermanglar, chunki bu o'xshamagan videodagi bot. Endi bu yerga username tanlashimiz kerak bo'ladi. Username tanlaymiz. Username har doim botlar uchun oxiri bot bilan tugashi shart. Mana bu yerda ham yozib qo'ygan. Misol uchun Tetris bot deb nomlasang bo'ladi deb. Oxiri bot bilan tugashi shart deb qo'ygan bu yerda. Shuning uchun biz ham yozamiz. Echo bot nomi albatta band bo'ladi. Shuning uchun qanaqadir raqamlar bosib o'ramiz. Bosganimizdan so'ng bu nom. Mana bu botimiz tayyor. Mana bu bizning botimiz. Botimizni olgandan so'ng mana bu token orqali uni boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Endi qanday qilib botni funksiyalarini bajarishini boshlaymiz. Buning uchun kod yozamiz albatta. Birinchi bo'lib papka yaratib olamiz. Xo'sh, documents. Bu yerdan papka yaratamiz. Papkani nomi masalan Echo bot. Yaratib olganimizdan so'ng uni Visual Studio bilan ochamiz. Visual Studio Code bilan. Xo'sh. Visual Studio Code bilan ochganimizdan so'ng birinchi bo'lib fayl yaratamiz. Faylning nomi app.py bo'ladi. Chunki bu asli fayl bo'ladi. Telegram botimizni funksiyalari joylashadigan asosiy fayl. Bu yerga kirganimizdan so'ng bizga dastlabki kodlar kerak bo'ladi. Bu kodlarni har doim qaytadan yozib o'tirmaslik uchun mana bunaqa alohida faylga saqlab qo'yganman, chunki bu kodlar har doim boshlang'ich bo'lib turadi va o'zgarmaydi. Bu kodni olib kopiya qilamiz. Bu yerga qo'yamiz. Qo'yganimizdan so'ng mana bu qismi bizga kerak emas. Xo'sh. Mana bu your API token degan joyga mana bot fazerdan olgan tokenimizni qo'yamiz. Mana bu. Hozir. Mana shu token. Mana shu narsani olib bu yerga qo'yamiz. Qo'yganimizdan keyin kerakli kutubxonalarni o'rnatib olishimiz kerak. Hozirda biz faqat mana shu iogram kutubxonasini ishlatamiz. Shuning uchun faqat o'sha kutubxonani o'zini yuklab olishimiz yetarli. Men Linuxda ishlayotganim uchun virtual muhitda ishlashim kerak. Lekin agar siz Windowsda ishlayotgan bo'lsangiz, menimcha kerak emas. Shunchaki Python o'zini o'rnatish yetarli. Linuxda Python o'zi default holatda bo'lgani uchun u tizim darajasida ishlab ketishiga xalaqit berishi mumkin. Shuning uchun shunchaki virtual muhitda ishlash kerak. Birinchi bo'lib virtual muhit yaratib olaman. Python 3 minus m v bot. Agar xohlasangiz bu yerlarni ko'rishingiz shart emas, virtual muhitda ishlamaydigan bo'lsangiz. Agar virtual muhit kerak bo'lsa, ko'ring. Xo'sh. Endi virtual muhitni ishga tushirib olamiz. Source bot/bin/activate. Botimiz aktivatsiya bo'ldi. Endi shu virtual muhitda ishga tushadi va hamma kutubxonalarni shu virtual muhitga yuklashimiz kerak. Birinchi bo'lib
Pythonni mana bu iogram kutubxonasini o'rnatamiz. Install iogram. O'rnatish boshlanishi kerak. O'rnatish boshlandi. Mana bizda barcha kutubxonalarimiz o'rnatib bo'lindi. Endi terminalni tozalaymiz va dispatcher orqali botga funksiya yozishni boshlaymiz. Bu yerda xato beryapti, lekin bu xato kodimizga tegishli emas, bu virtual muhit bilan bog'liq va Visual Studio'ning o'zining xatosi. Buni to'g'rilasa bo'ladi. Bunga e'tibor berish shart emas. Birinchi bo'lib kichikcha dispatcher message. Message bu botga yuborilgan xabarni qabul qilib olish uchun kerakli narsa. Endi biz hozir command start, ya'ni start yuborilganda bot javob berishi uchun command start deb yozamiz. Yo'q, bu yerga emas. Start yozganimizdan keyin endi buni ostidan funksiya yozishimiz kerak bo'ladi. Asinxron funksiya yoziladi iogramda. Asinxron funksiya masalan start funksiya bo'lsin. Botimiz userga javob qaytarishi uchun unda message attributi bo'lishi kerak. Agar adashmasam attribut deyilardi. Xullas, mana shu joyda qavsning ichida message degan narsa bo'lishi kerak. Message 2 nuqta await message bu answer qiladi. Answer, ya'ni botimiz javob berishi uchun yoziladigan narsa. Keyin e'tibor beramiz, bu ichida qavsning ichida string yozilishi kerak. Chunki string bu o'sha userga qaytadigan xabar bo'ladi. Masalan, salom, hurmatli user. Xo'sh. Keyingi qatorda siz bilan sizni ko'rganimdan xursandman deymiz. Sizni ko'rganimdan xursandman. Va unda bo'ldi. Endi botni ishga tushiramiz. Buning uchun Python app.py. Mana bu app.py bu mana bu bizning faylimizning nomi. Mana shu fayl, ya'ni bu yerda asosiy fayl nomi yozilishi kerak. Enter bosamiz. Bosganimizdan so'ng bot ishga tushishi kerak. Bizning botimiz ishga tushdi. Endi hozir Telegramga kirib sinab ko'ramiz. Start buyrug'ini yuboramiz va ko'rib turganingizdek, salom hurmatli user. Sizni ko'rganimdan xursandman xabari keldi. Xo'sh, bu xabar keldi. Endi botni to'xtatamiz, chunki biz bunga echo funksiyasini qo'shmadik. Ya'ni salom desam javob qaytarmaydi. Echo funksiyasini qo'shishimiz uchun Ctrl. Hozircha botni to'xtatib turamiz. Botni to'xtatish uchun Ctrl C, ya'ni kopiya qiladigan shortcutni bosish kifoya. Xo'sh, endi biz echo funksiyasini yozishimiz uchun har doim birorta funksiya yozmoqchi bo'lsangiz, dispatcher bilan boshlash kerak. Agar u xabar bilan bog'liq bo'lsa, message qavsni bo'sh qoldiramiz, chunki bu hamma xabarni olishi kerak. Funksiyani boshlaymiz. Eslatib o'taman, asinxron funksiya yozishingiz kerak. Iogram bilan ishlaganda. Funksiya echo. Xo'sh. Message 2 nuqta. Message bu har doim bo'lishi kerak. Xo'sh, yozganimizdan so'ng await message nuqta answer qavsning ichida boya aytganimdek har doim string bo'lishi kerak dedim. Lekin biz hozir userni o'zini xabarini olganimiz uchun string emas,
message.text deb yozamiz. Ya'ni mana bu message'dan userni xabarini oladi. Tekstni oladi. Olib buni yuboradi. Bu o'zi odatda doim string bo'lib kelgani uchun biz buni string ichiga olishimiz shart emas. Terminalni tozalab, botni ishga tushiramiz. Xo'sh. Botni ishga tushiramiz va bot ishga tushdi. Endi botga qaytadan start bosamiz. Salom hurmatli user, sizni ko'rganimdan xursandman va oddiy salom desak, bot salom deb qaytaradi. Xayr desak, xayr. Xullas, nima deb yozsak, shu narsani qaytaradi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Hali biz oldinda bu botga yana boshqa funksiyalarni qo'shamiz va shu joyga ko'rganingiz uchun rahmat. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Kommentariy yozish ham esdan chiqmasin. Ctrl+C bilan botni o'chiramiz va video tamom.